110 kvadrat ikkinchi qavatdan prikoshkani qaranglar. Pollarni qaranglar. Shpuntovka. Ana bu yerga bitta divan bilan bitta televizor yetishmaydi. Hol. Katta 110 kvadrat. Xo'p, zaldan boshlaymiz. Zal 4 burchak emas, необычный. Domni ugelga joylashgan ikkinchi qavat, ko'p qavatli domimiz. Yangi dom azlar, lokatsiyasi Sharq bozorcha. Al Maktum. Remontlari, yevro remontlari hammasi bo'lgan. Xo'p. Ikkinchi xonasi spalni. Katta spalni azlar. Spalnasi katta o'z biza obeddan keyin syomka qilamiz. Quyosh yo'q azlar. Quyosh botgan azlar. Soyali. Planirovkasi soyali kvartiramizni. Xo'p. Keyingi xonalarimizga o'tamiz. Sanuzil razdelli azlar. Kafil. Hammasi oliy taxlangan. Xo'p, ana bu yerga yana bitta detskiy xonamiz va oxirgi xonamiz ayollarimiz sevadigan oshxona azlar. Oshxonamiz juda ham keng, katta azlar, soyali, vetrini azlar, bemalol shamolli. Tak, xolodilnik, plitka, hammasi bor, mebel, ovqatlanish zonasi, mягкий mebellar qilingan. Lokatsiyasi Al Maktum restoran Sharq bozorcha birinchi liniyada joylashgan domimiz. Ikkinchi qavat azlar, shamolgoh, ana shamol aylanibdi azlar ana. Uglavoy joylashgan shamol aylanibdi azlar ana. Zo'r вообще havolli. Menga tabga o'tirdi. Narxi ishoninglar juda ham priemlimi, hamyon bo'lib azlar, to'g'ridan to'g'ri telefon qilinglar. O'ziga azlar premium opsiyaga tushib qo'yadi.